Hasan Basriga birov kelib farzandsizlikdan shikoyat qilsa istig'forga buyurganlar. Kambag'allikdan shikoyat qilsa ham istig'forga buyurganlar. Qahatchilikdan shikoyat qilsa istig'forga buyurganlar. Birinchi istig'for, ikkinchisi salovat. Rasul akram alayhissalomga salovat ko'paytirish kerak. Salovat noriya xususan. Biz ko'p aytganmiz 4444 tani bir daf'ada aytish kerak iloji bo'lsa. Ya'ni masalan tahorat qilib, usul qilib, poklanib, albatta yemasdan, ichmasdan, uxlamasdan emas. Lekin boshqa narsalarga chalg'imasdan, yemoq, ichmoq, shu namoz bo'lishi mumkin. Ertamandan kechgacha tugatishi mumkin. Yoki bir kun, 2 kunda tugatishi mumkin, sekinroq talaffuz bo'lsa. Shunday qilsa, inshaalloh Alloh taolo beradi. Alloh taolo dargohiga keng. Ikkinchi yana bitta muolaja umra. Shu niyatda umra qilish. Shifo so'rab. Shifo so'rab shu niyatda, ayni shu niyatda tavof, shu niyatda umra qilsa, inshaalloh beradi. Umrani shu duosini ijobatiga vasila qilib